Bugun sizlar bilan naqd 1 tonna yuk ko'taradigan va bir zaryadda o'zida 80 km yuradigan elektrolabo haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum butun O'zbekiston. Qalaysizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Bizi kompaniyamizda har doim yangiliklarda udarlari, bombalari bo'ladi. Bu elektrolaboni obzor qilishimdan oldin albatta bitta klass tugmasini bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu mahsulot xarid qilishingizga, foydalanishingizga albatta arziydigan mahsulot va o'zingizni fikringizni kommentariyada albatta yozib qo'yasiz. Bu elektrolaboyimiz yangi kirib keldi. Oldingilaridan umuman farq qiladi. Nimasi bilan farq qiladi? Birinchi o'rinda o'zini quvvati va yuk ko'tarishi bilan. Oldingi elektrolabolar, hurmatli kuzatuvchilar, bortini ko'rib o'tamiz. Oldingilari borti juda ham kichkina bo'lgan. Bu elektrolaboyimiz haqiqiy laboni razmerida, ya'ni borti 2 ga 1.25, chuqurligi bo'ladigan bo'lsa 45 sm. Yuk ko'tarish hajmi eng asosiysi 1 tonna yukni bemalol A tochkadan B tochkaga olib borib berish xususiyatiga ega. Laboni tashqi dizayndan boshlab men sizlarga alohida bitta ko'rsatib beraman. Faralari va dizayni juda ham o'zgacha, alohida e'tibor berib baho beringlar. Bu Slabi oldin kirib kelgan 600 kilolik, 500 kilolik 40 km yurib o'chib qoladiganlaridan emas, adashtirib qo'ymanglar. Narxi juda ham arzon. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, narxini aytib o'taman. Oldi dizaynda oblisovkasi yonib turadi va faralarini ham hozir yoqib ko'rsataman. Bitta zaryadda o'zida naq 80-90 km yurib beradi. Bu qish kunlarida, yoz kunlarida bo'ladigan bo'lsa 100-120 km gacha yuradi bu texnikamiz. Xo'p, tepada ham faralari bor va eng asosiysi yozda issiq kunlari uchun luklari nima deyapti? Luklari ham alohida dizaynda qilib ishlangan. Xo'p, laboyimiz balonlariga keladigan bo'lsak, 12 ga 4 lik balonlarda, 2 ta eshiklik, bemalol benzinli labo bilan yuk ko'tarishda ham, masofaga yurishda ham bellasha oladi. Va buni o'ziga yarasha plus tomonlari bor, minus tomonlari bor. Hozir pluslarini sanab o'tyapmiz. Video davomida minuslarni ham sanab o'taman. Ichki dizayniga alohida e'tibor beringlar. Hurmatli operator, mana bu tomondan kelib ko'rsatishingiz mumkin. Ichkarida zamonaviy tablo va eng muhimi avtomat korobka. Tormoz bilan gazda o'zida harakatlanasizlar. Ichki kabina ichi juda ham keng va lyukda ichkari tomonidan yozda issiq kunlari uchun ventilyatorlari ham bor. Dizayniga alohida e'tibor berib qo'yinglar. Dizayni juda ham chiroyli. Xohlagan joylaringga, xohlaylar tirikchilik maqsadida, xohlaylar uy-ro'zg'or maqsadida foydalanib haydab yursalaringni odamni uyaltirmaydigan texnika. Oldimda men o'zim 95 kilolik bo'laman, bo'yim 1.76. Mandaqa odamda yana bitta odam bemalol sig'adi. Tablo, zadniy vid kameralari ham bor, bluetooth bor, muzikasi bor, tezligi 55 km/soatgacha tezlana oladi. Rulda yumshoqligi, mana turgan holatda mana rulda aylantiryapman, juda ham rul yumshoq. O'zini cho'ntaklariga ega va bu laboyimizda pechkasi ham bor. Yana qo'shimcha qulayliklardan sizlarga nimasini sanab o'tsam bo'ladi? Juda ham ko'p. Obshivkalari, mana patolog qism obshivkalari arzon plastik ishlatilmagan, juda ham yoqimli va oldi laboyi ham kattagina. Va bu laboni hozir sizlar bilan birgalikda minib ko'ramiz. Hozircha qisqacha bitta obzor qilib olamiz. Ichkari tomonda oyna tushib chiqishi, bu misarovka deb qo'yamiz xalq tilida. Mana shu tomoni bitta minus va keyingi pokoleniyalarda umid qilamiz albatta elektrический bo'ladi. Va yana minuslaridan bittasi bu labo, o'zingizlar hammamizga ma'lum, bu tokda yuradi. Ya'ni o'sha 80-90 km masofa bosib o'tgandan keyin buni zaryadga qo'yish kerak bo'ladi. Va zaryadga qo'ygan paytingizda o'rtacha 4 soatda zaryadi to'ladi. Minuslari albatta shu. Lekin bu labo hozir mana kirib kelyapti O'zbekistonimizda. Zapchastidan umuman muammosi yo'q. Tabloda tezlikni ko'rsatib turadi va akkumulyator qancha vaqt quvvat berayotganini ham va qancha zaryadda turganini ham ko'rsatib turadi. Bu yoqda knopkalari bor, bemalol ekranni, panelini boshqarsak bo'ladi. Ovoz ko'tarib tushirgach, ekran damoy. Mana muzikalarning sensorlari chiqyapti. Bu yerdan bezzvuk tugmasi bor. Bu yoqdan nazar.
Bu yoqda masalan albomlaringni yoki bo'lmasam qanaqadir narsalaringni bemalol saqlab qo'ysalaring bo'ladi. Hali men o'zim ichiga chuqur kirib ko'rganim yo'q, lekin meni o'zimga shaxsan juda ham yoqdi bu texnika. Xo'p, bu texnikamiz umumiy og'irlik vazni 650 kilo deb belgilanyapti. 650 kilodan tashqari, o'zini vaznidan tashqari naqd 1 tonna yuk ko'taradi. Orqa tomoniga keladigan bo'lsak, hozir eng qiziqarli savol kuzatuvchilarda bunga ham A kategoriya prava kerak bo'ladimi dedi. Yo'q, kerak emas. Agar sizda B yoki bo'lmasam C kategoriya bo'ladigan bo'lsa, bu texnikamizga A kategoriya kerak bo'lmaydi. Nomer qotirgich va zadniy vid kameralari joylashgan. Faralariga ham alohida e'tibor berishingiz mumkin. Past qismdan qaraydigan bo'lsak, resorlari ham juda ham baquvvat. Miya motori bo'ladigan bo'lsa 1800 dan miya motor joylashgan. Miya motor oxirgi payt O'zbekistonga kirib kelayotgan texnikalarda 1500, 1800, 2000 watt qilib yozib qo'yilyapti. Haqiqiy original miya motorni qayerdan bilamiz? Faqatgina taroziga qo'yib o'lchaganimizda bilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, original miya motor o'rtacha 5 kilodan yuqori bo'ladi. 1800 lisi, ayniqsa 2000 lisi bo'ladigan bo'lsa 7 kilogacha vazn beradi. Akkumulyatorlari 2025 akkumulyatorlari juda ham mustahkam. Bortini hozir ochib past tomondan ko'rishga harakat qilamiz. Borta bitta qo'lda o'zida ko'tariladi, bemalol ko'tarsalaring bo'laveradi. Xo'p, ichki tomondan nimasi bor? 6 ta akkumulyator joylashgan, 1800 miya, 1800 motor. Bort tagiga keladigan bo'lsak, 4 qavatlik rama tashalgan. Ichkarida amortizatorlari ham joylashgan va undan tashqari resorlari ham juda ham baquvvat. Texnikani o'zi ham juda ham go'zal turibdi. Bemalol olib foydalansalaring bo'laveradi. Bu texnika kimlar uchun? Uy ro'zg'ori uchun foydalanadiganlar. Mana kuni kecha bitta akamiz telefon qildi. Telefon qilib 70 mingta g'ish kerak. Mana uyimga g'ishzavoddan olib kelishim kerak. Hisoblaydigan bo'lsam, o'rtacha texnikaga, g'ish toshib beradigan texnikaga 40 milliondan oshiq pulim ketyapti deb shu maqsadda sotib oldi. Ya'ni o'zlaringning ehtiyojlaring uchun ham sotib olsalaring bo'laveradi, uy ro'zg'ori uchun, keyin kichik biznes uchun juda ham aktual variant hisoblanadi. Bu kichik biznes uchun nimasi uchun? Har doim kichik biznesda yukni jo'natish, yukni qabul qilish paytida yo mashina topilsa narxi qimmat bo'ladi yoki bo'lmasam aytgan paytingizda mashina topilmaydi. Har doim shunaqa muammolar ko'p bo'ladi. Benzin qimmatligi, avtolar almashtirish kerak, boshqa va yana bir qancha muammolarga duch kelasiz. Bu texnikamizni oladigan bo'lsangiz, o'zingiz haydab boshqarib, bemalol yukingizni A tochkadan B tochkaga, B tochkadan A tochkaga olib keladigan bo'lsangiz bo'laveradi. Bizda O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha dastavkamiz bor. Bu texnikamizni eng qiziq joyi narxida. Narxi, hurmatli kuzatuvchilar, $2200 bor yo'g'i. Buni arzon variantiga o'xshatib qo'ymanglar. O'zbekistonga $2000, $1800lik texnikalar ham, bunga o'xshagan labolar ham kirib kelgan. Ularda birinchidan akkumulyator hajmi kichkina, miya motor quvvati ham pastroq bo'lgan. Bundagi komfort, ichkaridagi komfort, hamma narsasi, dizaynlari qimmat metallar, qimmat detallar ishlatilgan. Bortda o'zini og'irligi ham juda ham og'ir. Oldingi elektrический texnikalarga qaraganda bort listlari ham anchagina qalin. Yana nima deyishimiz mumkin bu texnikani? 3 tomondan borti ochiladi. Bemalol yukingizni yuklab yursangiz bo'laveradi. Ustiga tent qilsa bo'ladimi degan savol tushib qolishi mumkin. Ustiga tent qilsalaring bo'ladi. Bor yo'g'i 125 ming so'mga davlat xizmatlaridan hujjat qilib beradi va buni ustiga tent qilib olsangiz, toshib yurgan produktlaring, ya'ni o'sha yomg'irdan yoki bo'lmasam qorli havolardan panada yuradi. Bu laboyimizda qo'shib beriladigan narsalardan zaryadniga qo'shib beriladi. Ya'ni undan tashqari 3 oyga sizlarga kafolat beriladi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha dastavkamiz bor. Vodiy ichida besplatniy, ya'ni bepul, qo'shni voha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, poytaxtga bo'ladigan bo'lsa, bizning kompaniya 50 ga 50 ishlaydi. Ya'ni Samarqandga aytaylik 2 million so'mga boradigan bo'lsa, 1 million so'mini bizning kompaniya to'lab beradi.
Yangi kirib kelgan bu texnika biz o'zimiz sinovdan o'tkazib ko'rdik. Hozir sizlar bilan video davomida buni yurib ham ko'ramiz, yurishlarini ham bitta ko'ramiz. Meni fikrimda, mana hozir texnikani ko'rib turibman. Sizlar telefon orqali ko'ryapsizlar, ya'ni men yonida turibman, o'zim haydab ham ko'rdim. Bu texnika oldingilaridan umuman farq qiladi. Ya'ni $2200 100% emas, 120% arziydigan texnika. Sotib oladigan bo'lsangiz, plyus o'zingiz bilan ketadi. Bu bir, ikkinchisi uzog'ingiz yaqin bo'ladi va uchinchisi anchagina xarajatlardan qutulib qolasiz. Bu texnikani endi sizlar bilan birgalikda bitta yurishini ko'ramiz va aytib o'tishim kerakki, bu texnikada пониженный повышенный переdacha ham bor. Ya'ni tepaliklarga bemalol harakatlana oladigan texnika. Aytib o'tganimdek 3 oyga kafolat beryapmiz texnikamizga. Ya'ni nimasiga kafolat beryapmiz? O'sha akkumulyator, miya, motorlariga kafolat beryapmiz. 3 oydan keyin nima bo'ladi desiz, har doim bizda qo'shimcha texnikaga kerak bo'ladigan zapchastlar bor. Bemalol telefon qilsalaring, manzillaringgacha yetkazib beraveramiz. Aytib o'tganimdek, bu texnikamiz avtomat korobka. Hozir neytralkada turibdi. Bu yoqda mana oyoq tagida tormoz bor, gaz bor. Buni bosib qo'yadigan bo'lsak, ruchnik tizimiga o'tadi. Buni ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, bemalol harakatlanadigan bo'lsak bo'ladi. Mana shayba orqali boshqariladi. Hozir kalitimiz ochiq turibdi. Mana D ga qo'ydim. Mana shunchaki gaz beramiz. Mana texnikamiz o'zi harakatlanadi. Tabloda biz ketayotgan texnikani tezligi ko'rinib turibdi. Va sizlarga shuni aytib o'tishim kerakki, oldingi kirib kelgan arzon texnikalarda, ya'ni o'sha $1800-$2000 sotilgan texnikalarda miya motorni shovqini kabina ichkarisiga juda ham kuchli kirardi. Mana hozir meni oynagim ochiq turibdi va operator bilan o'rtamda naq 20 sm zazor turibdi mana. Tezlik hozir 27 km hozir soatiga tezlikda ketyapmiz va umuman tashqaridan miya, motor, akkumulyator shumi kirgani yo'q. Maksimal tezligi 50-55 soat tezlikgacha chiqadi. Bu 50-55 soat tezlikgacha realniy chiqadi. Ya'ni oldingi kirib kelgan texnikalarda ko'pchiligimiz bilamiz, tabloda masalan 40 tezlik ko'rsatadigan bo'lsa, na samом деле texnikani o'zi 25-30 km tezlikgacha tezlana olgan xolos. Yurishiga, o'zini tutishi, past balandliklarda hadovoy chastlari juda ham yumshoq. Hozir biz notekis yo'ldamiz. O'zi asli asfalt qilingan, lekin anchagina asfaltga shikast yetgan. Mana bu yerdan hozir sekin sizlar bilan birgalikda qayilib olamiz va shaybani shunchaki R tizimiga olib o'tamiz. Mana tabloda zadniy vidda orqadagi holati ham ko'rinib turibdi, orqa tarafda. Minish boshqarish, lekin juda ham приятный. Ayniqsa 1 tonna yuk ko'taradigan texnikaga bu darajadagi yengillik nerealniy desak ham bo'laveradi. Men nimaga unaqa deyapman? Biz endi mana shu sohani ichidamiz. Bizga juda ham ko'plab texnikalar kirib kelgan. Oldingi kirib kelganlar ham bu juda ham ko'plab texnikani ko'rganmiz. Bu partiyada kelgan, bu anchagina yangilangan, texnikani ustida ya'ni ishlagan, dizayni, ichki dizaynlari, kalitlari, hattoki kalitlari mana Cobalt'da kalitlarida mana ochadigan bo'lsak, mana kalitlari chiqadi. Har taraflama ideal. Mana bu joyda mana avarinkasi bor. Mana hozir mana tabloda ko'rsatyapti. Avarinkada ketyapmiz hozir. Bemalol telefonlaringni ulab, musiqa qo'yib, yo'lda yursalaring bo'ladi. Hozir maksimal tezlikka chiqib ko'rishga harakat qilamiz. Maksimal tezligimiz hozir mana 45, 46, 47, 49. Ozgina podyomli joyda ketyapmiz. Mana 51 km/soatgacha hozir tezlandik. Akkumulyator quvvati bo'ladigan bo'lsa 70 vattni beryapti. 50, 51, 55 km tezlikgacha harakatlanadi va bir zaryadda o'zida aytib o'tganimdek 80 km masofani bosib o'tadi. Mendan o'zimdan fikrimni so'raydigan bo'lsalaring, olishga arziydimi deb so'rasalaring, meni fikrim 100% arziydi. Texnika bir so'z bilan aytganda klass. Juda ham zo'r texnika.
ayniqsa $2200 pulga bu juda ham kerak. Endi hozir albatta videoni tagida yana kommentlarda narx qimmat, mahsulotingni atingga tiq, batingga tiq degan hali negativ bo'ladi. Negativlarga iloji boricha e'tibor bermaslikka harakat qilyapmiz. Biz shunchaki kerakli texnikani kerakli odamlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bu agarda bu texnika sizga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, bu texnika albatta o'zini kerakli odamlari bor. Bu texnikani oqtarib yurgan tadbirkorlarimiz bor. Har kuni yukini tashib 150 ming, 200 ming, 300 minggacha zararga kirayotgan tadbirkorlarimiz bor. O'sha tadbirkorlarimiz uchun, fuqarolarimiz uchun, xalqimiz uchun aktualniy variant. Menimcha $2200 ga 100% emas, 120% arziydigan texnika. Oladigan bo'lsalar ham bu texnikani borti baquvvat, kuzovlari ham hamma tomoni metalldan ishlangan, bokovoylari, dizaynlari ham qora qilib ishlangan, luki bor. Nima kerak bo'ladigan bo'lsa, insonga, haydovchiga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma yo'g'i bor. Va metalli baquvvatligini hisobiga bu oldin kirib kelgan arzonchi texnikalarga nisbatan anchagina men o'ylayman umri uzoqroq. Ya'ni buni hozir sotib oladigan bo'lsangiz, qanchadir muddat foydalanib, yana orqaga qaytarib sotaman, kattarog'ini olaman texnikani degan taqdiringizda bu texnikani bozordagi narxi ancha-munchaga pastlab ketmaydi. Ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqaveramiz. Aytib o'tganimdek, O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Call centerlarimiz har doim ishlayapti. Qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, call centerdagi operatorlarimizga telefon qilib batafsil ma'lumot olsalaring bo'laveradi. Bugun sizlar bilan YouTube ijtimoiy tarmog'ida ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Video yoqqan bo'lsa, klass bosib biz kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz, keyingi texnikalarimiz bu ekranda bu tarafida chiqib turibdi. Bemalol ustiga bosib keyingi videolarimizga o'tsalaring bo'laveradi. Hammalaring bilan bugun ko'rishib turganimdan xursandman. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa chiroyli texnikalardan sotib olib, har doim yumushlaring, ishlaring yengil bo'lib yursin. Omon bo'linglar.